Dunyoda eng ko'p qarzga botgan davlat Qo'shma Shtatlardir. Uning qarzi 36 trillion dollarga yetgan. Bu juda ulkan summa. Ammo oxir-oqibat bu pul kimgadir tegishli. Odamlar ko'pincha Xitoyni Afrika, Osiyo va hatto Qo'shma Shtatlarga eng ko'p pul qarz bergan davlat sifatida tilga oladi. Xitoy dunyo bo'ylab ko'plab mamlakatlarga pul qarz bergan. Lekin muammo shundaki, Xitoyning o'zi ham qarzga botgan. Qo'shma Shtatlarnikichalik katta bo'lmasa-da, Xitoyning ham qarzi taxminan 18 trillion dollar. Xitoy qarzining katta qismi Xitoy banklariga to'g'ri keladi. Siz unda bu qarz emas, chunki Xitoyda deyarli hamma narsa davlatniki deb aytishingiz mumkin. Bu fikr noto'g'ri emas, lekin masalani yana biroz murakkablashtiraylik. Chunki Xitoydagi ko'pgina banklar Amerika banklariga qarzdor. Shu bilan birga, Xitoy Amerikaga eng katta qarz beruvchi davlatlardan biri hisoblanadi. Agar bu sizga juda chalkash tuyulsa, xavotir olmang. Siz yolg'iz emassiz. Bu butun dunyo uchun ham juda chalkash masala. Hozircha esa bu faqat aysbergning uchi xolos. Video davomida yanada chuqurroq kirib borganimiz sari hammasi yanada murakkablashadi. Chunki dunyo davlatlarining umumiy qarzi 300 trillion dollarni tashkil qiladi. Bu raqam jahon iqtisodiyoti hajmidan 3 barobar katta. Demak, bunday miqdorda pul umuman mavjud emas. Hatto dunyodagi barcha pulni usti-ustiga joylab chiqsak ham 300 trillion dollarga yetmaydi. Shunday qilib biz mavjud bo'lmagan, hali bosib chiqarilmagan pullar uchun bir-birimizga qarz berib kelyapmiz. Eng g'alati jihati esa shu: agar dunyodagi barcha davlatlar shunchalik qarzdor bo'lsa, bu qarzlarni aslida kimga qaytarishimiz kerak? Keling, boshlaymiz. Avvalo, minglab yillarga cho'zilgan qarz tarixini bir necha daqiqada tushuntirib olaylik. Bugun biz qarz deb ataydigan narsa bu aslida raqamli tizimdagi sonlar xolos. Ammo qarz tushunchasi dunyodagi eng qadimiy g'oyalardan biridir. Qarz bu aslida va'da. Inson ehtiyojlari minglab yillar davomida deyarli o'zgarmagan. Biz nimadir hoziroq olishni istaymiz, to'lovni esa keyinroq qilishni xohlaymiz. Bu 5000 yil oldin ham xuddi shunday edi. Ibtidoiy odamlar och bo'lgani uchun darhol go'sht yeyishni istagan. Ammo uning evaziga oylab yasaladigan asbob-uskunani berishni va'da qilgan. Shu tarzda dunyodagi ilk qarz tushunchasi paydo bo'lgan. Yuzlab yillar o'tib qarzga pul olish ancha katta tizimga aylandi. Chunki podshohliklar vujudga keldi. Podshohlarning esa orzulari juda ulkan edi. Ular qasrlar qurishar, kemalar buyurtma qilishar. Hatto podshohlarning ham bu ishlar uchun yetarlicha puli bo'lmasdi. 1600-yillarda Angliya aynan shu muammoga duch keldi. Ular butun dunyoga yoyiladigan imperiya barpo etmoqchi edi, ammo pul yo'q edi. Bu muammoni hal qilish uchun davlat xalqdan pul yig'di. Lekin boshida aytganimdek, qarz bu va'da. Demak, davlat xalqqa va'da berish kerak edi. U va'da shunday edi: menga hozir pulingni ber, evaziga davlat senga yozma hujjat beradi va istalgan paytda pulingni foizi bilan qaytarib olishing mumkin. Bu tizim hozirgacha davom etmoqda. Bugun u davlat obligatsiyalari deb ataladi. Aslida esa uning kelib chiqishi juda sodda bo'lgan. Yana 300 yil o'tdi va pul globallashdi. Butun dunyo bo'ylab aylana boshladi. Ammo yana bir muammo bor edi. Ayrim valyutalar qimmat, boshqalari esa deyarli qadrsiz edi. Barcha davlatlar o'z valyutasini oltinga bo'lay olmasdi. Shu muammoni hal qilish uchun moliyaviy tizim markaziga dollar qo'yildi. Bugungi moliyaviy tizimda barcha valyutalar dollarga bo'lingan. Davlatlar pul izlaganda birinchi navbatda obligatsiya sotadi. Xo'sh, agar barcha davlatlar bir vaqtning o'zida bu obligatsiyalarni naqd pulga aylantirmoqchi bo'lsa, nima bo'ladi? Javob oddiy: davlat bankrot bo'ladi. Bu holat 2008-yil Gretsiyada aynan shu tarzda yuz berdi. Odamlar davlatning va'dalariga ishonmay qo'ydi va hamma o'z obligatsiyalarini sotib yubordi. Gretsiya 2008-yilgi inqirozdan haligacha to'liq tiklanib ketgani yo'q. Qarz nima ekanini muhokama qildik. Asosiy savolga o'tamiz. Agar barcha davlatlar qarzdor bo'lsa, bu pul kimga tegishli? Men sizga 7 ta maxfiy oila yoki Illuminati degan yashirin tashkilot haqida gapirib beraman deb o'ylamang. Chunki davlatlar qarzi odamlar qarzi kabi to'g'ri chiziq bo'ylab o'smaydi. U aylanma tizim. Keling, dunyodagi eng katta qarzdor davlatni ko'rib chiqaylik. Siz Amerikadek boy davlatga kim qarz beradi deb o'ylashingiz mumkin. Ammo eng qiziq joyi shuki, Amerika qarzining taxminan 70% o'ziga tegishli. U davlat obligatsiyalari chiqarib, o'z banklaridan qarz oladi. Keyin esa oddiy odamlar o'z jamg'armalari bilan banklardan bu obligatsiyalarni sotib oladi. Shu paytda Qo'shma Shtatlar qarzga olingan pulni investitsiya qilishga, ya'ni iqtisodiyotni rivojlantirishga sarflaydi. Iqtisodiyot o'sgan sari aholidan yig'iladigan soliqlar ham ko'payadi. Natijada pul yana davlatga qaytib keladi. Bu yomon aylanma sikl davom etaveradi va tobbora kengayadi.
Qarz qanchalik o'ssa, iqtisodiyot ham shunchalik o'sadi. Bu g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu real holat. Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng katta iqtisodiyotga ega, chunki u dunyodagi eng qarzdor davlat hisoblanadi. Bu aylanma tizim deyarli barcha davlatlarda bir xil. Har bir mamlakat boshqasidan qarz oladi va yana boshqasiga qarz beradi. Masalan, Yaponiya iqtisodiyoti juda kuchli va uning banklari Amerika dollariga to'la. Niderlandiya Yaponiyadan qarz oladi, lekin olgan pulini Niderlandiya ichida saqlab qolmaydi. Shu paytda Turkiyaga ham pul kerak bo'ladi. Niderlandiya pulning bir qismini Turkiyaga, yana bir qismini Braziliyaga qarz beradi. Bu ikki davlat investitsiya qiladi va daromad topadi. Oxir-oqibat Turkiya yoki Braziliyadagi bank katta foyda qilgani uchun yana borib Amerika obligatsiyalarini sotib oladi. Shu tarzda pul 5 ta davlat orasida aylanib chiqadi. Barcha 5 ta davlat foizdan daromad oladi. Yakunda pul to'liq aylanma qilib, yana o'sha joyiga qaytib keladi. Lekin endi 4 ta davlat bir-biriga qarzdor bo'lib qolgan bo'ladi. Eng g'alati tomoni shundaki, bu jarayonda hech qanday jismoniy pul qatnashmagan, faqat banklar o'rtasida raqamlargina ko'chirilgan. Xo'sh, bu aylanma tizimni qayerdadir to'xtatish mumkinmi? Buning ikki yo'li bor. Birinchi yo'l davlatlar qarz olishni to'xtatishi, lekin ular bunday qilmaydi, chunki qarzsiz iqtisodiyot kichrayadi, investitsiya qilish imkoni bo'lmaydi, maoshlar to'lanmaydi. Bu esa saylovda mag'lubiyat degani. Shuning uchun birinchi yo'l amalda mumkin emas. Hech bir davlat qarzsiz yashay olmaydi. Ikkinchi yo'l qarzni to'lamaslik, ya'ni default e'lon qilish. Bu bo'lishi mumkin. O'zingizni tasavvur qiling. Sizda qarz bor, lekin to'lashga pul yo'q. Do'stingiz bir necha oy yordam berish mumkin, ammo davlatlar uchun bu unday ishlamaydi. Shu sababli davlatlar mavjud qarzni to'lash uchun yana yangi qarz oladi. Masalan, aytaylik, Braziliya bu aylanma tizimda qarzini to'lay olmay qoldi. U holda u Xitoydan qarz olish kabi yana boshqa aylanma tizimga tushib qoladi va jarayon davom etaveradi. Davlatlar uchun aslida qarz miqdori muhim emas. Asosiysi shu aylanma tizim ichida qolish. Aksariyat davlatlar aynan shu yo'l bilan harakat qiladi. Ular qarz oladi, keyin esa o'sha qarzni to'lash uchun yana qarz oladi. Men hozirgacha aytgan gaplarim sizga yoqimsiz tuyulishi mumkin. Siz kredit karta qarzingizni o'z vaqtida to'lagansiz. Do'stingizdan pul so'rashga uyalgansiz. Balki qarzingizni to'lay olmaganingiz uchun kechalari uxlay olmagansiz ham. Chunki oilangiz bolalikdanoq qarz yomon narsa deb o'rgatgan. Lekin tizim aslida bunday ishlamaydi. Katta kompaniyalar, banklar va davlatlar qarzdan umuman qo'rqmaydi. Butun tizim qarz ustiga qurilgan. Davlatlar buni juda yaxshi biladi. Rahbarlar kechalar uxlay olmay qoladi deb o'ylamang. Aksincha, qarz qanchalik ko'p bo'lsa, ular shunchalik xotirjam uxlaydi. Muhimi muvozanatni saqlash va shu aylanma tizim ichida qolish. Chunki bu muvozanatni saqlay olmaganlar yaxshi oqibatga duch kelmaydi. Albatta, qarz olishda xavf bor. Davlatlar qarz olishda davom etar ekan, foiz to'lovlari ham ortib boradi. Vaqt o'tib, davlatning barcha resurslari faqat foiz to'lashga ketib qolishi mumkin. Agar ish shu darajaga yetsa, endilikda yangi kasalxonalar, maktablar yoki ko'priklar qurib bo'lmaydi. Davlatning qarz to'lovlari uning yillik daromadidan oshmasligi kerak. Germaniya, Ispaniya yoki Fransiya kabi davlatlar shu nisbatni saqlab keladi. Lekin agar bu muvozanat buzilsa, davlat yomon aylanma tizimga tushib qoladi va endi hech kim unga pul qarz bermaydi. Shunda davlatning yagona chorasi pul bosib chiqarish bo'ladi. Ko'proq pul, ko'proq inflyatsiya degani. Oxir-oqibat pul o'z qiymatini butunlay yo'qotadi. Venesuela boshidan kechirayotgan holatga qarang. Endi hech kim ularga qarz bermayapti. Ularning valyutasi deyarli butunlay qadrsizlangan. Mana shu rasmga qarang. Puldan yasalgan sumka unga ishlatilgan pul qiymatidan ancha arzonga sotilyapti. Men bu aylanma tizimda qolish muhimligini aytdim. Lekin ba'zan bu jazo ham bo'lishi mumkin. Eron yoki Afg'oniston kabi davlatlar hatto istashsa ham bu tizimga qayta olmaydi. Bu ularning iqtisodiyotini to'xtatish uchun qo'llanilgan jazo. Agar siz qarz ola olmasangiz, iqtisodiyotingiz har kuni qisqaradi. 2022-yil fevral oyidan keyin Rossiya ham bu aylanma tizimdan chiqarib tashlandi. O'sha yilning o'zidayoq ularning iqtisodiyoti 2% ga qisqardi. Bu savol butun dunyoda muhokama qilingan edi. 15 yoshli bolalardan tortib 60 yoshli kattalargacha hamma davlatlar bir-biriga qarzdor ekan. Nega qarzlarni bekor qilib yangidan boshlamaymiz deb o'yladi. Bu juda sodda va beg'ubor taklif. Lekin siz endi tizimni tushunasiz. Bunday narsa nega imkonsiz ekanini bilasiz. Dunyodagi barcha davlatlarning umumiy qarzi 300 trillion dollar. Agar million dollarlik kupyuralarni usti-ustiga qo'ysak, ular 30 qavatli osmono'par binodek baland bo'ladi.
Agar milliard dollarni usti-ustiga qo'ysak, u 100 kilometrga cho'ziladi. Bu yer atmosferasiga yetib borish uchun yetarli masofa. Endi 300 trillion dollarni tasavvur qilib ko'ring. Qanday ulkan summa. Agar uni usti-ustiga joylasak, yerdan oygacha yetadigan ko'prik hosil bo'ladi. Bitta emas, 50 ta shunday ko'prik. Davlatlar bir-biriga aynan shuncha qarzdor. Oxirida boshidagi savolga qaytayapmiz. Bu pul kimniki? Javob hech kimniki. Aslida dunyoda bunchalik pulning o'zi ham mavjud emas.